Mo'min kishini hayoti ana shu o'limga tayyorgarlik. Bugun kelsa bismillah deb ketaveradi. Chunki hayotdan maqsadi, hayotdagi asosiy maqsadi Alloh taologa ro'baro bo'ladigan kunga tayyorgarligidir. Astagfirullah. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratun minallohi va rahmatun khayrun mimma yajma'un. Qasamki agar Alloh yo'lida o'ldirilsangiz yoki o'lsangizlar, albatta Alloh tomonidan bo'lgusi mag'firat va rahmat ular, ya'ni munofiqlar, kofirlar to'plagan dunyodan yaxshiroq. Oxiratda mu'minga nima deyiladi? Qila dukhulil janna. Qila dukhulil janna. Jannatga kir deydi. Nima deydi? Ya layta qawmi ya'lamun. Qanida meni qavmim bilgan deydi. Nimani? Bima g'afara li robbi va ja'alani minal mukramin. Robbim meni mag'firat qilib, mukram